hakim o'tganlariga deyarli 30 yil bo'libdi. Otamni cho'g'im ustiga oshlanib qo'yib isitib turardilar. Ishdan keldim, qarasam ovqat isitilmayapti. Bilganman. Otam yo'qotib qo'yganim. Ota-onaga yaxshilik qilishni Alloh taolo Qur'onda o'zi o'rgatgan. Ota-ona rozi bo'lmasa, qilgan hamma narsasi qabul bo'lmaydi. Yomg'ir bilan yer ko'karadi, duo bilan el ko'karadi. Mana shu turpon tegiga kirib ketdi-yu, bo'ldi. Endi shu bilan endi qiyomatda ota-onasi yo'q bo'lsa ham aytganini shu tiriklik mahallarda aytganlaridek qilib yuraveradi. Uning uchun o'sha ota-onasi hali ham tirikdi. Ota-onaga xizmat qilishlik rolini ham o'zi tanlaydi, qilmaslik rolini ham o'zi tanlaydi. Mana buni video kamera yozayotganiga ishonadi, bolalar yozayotganiga ishonmaydi. Bolalar yozayotganiga xayoliga ham kelmaydi. Yosh bolalar ota-onasini qadriga xizmatini qilib qolsalar, haqiqiy ayriliq bittasi jannatga kirib ketsa, bittasi do'zaxga kirib ketsa, mana ayriliq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم Bekzod ukam shu yerda ota-onam yotibdilar. Otamni Alloh rahmatiga olsin 1997-yilda o'tganda. Onamni ko'p bo'lmadi, 3-4 yil bo'ldi. Onamni o'tganlaridan keyin o'sha insonlarning qadrini bilishni boshlaganman. Hozir kunda ko'p bolalarga ahamiyat beraman. Ota-onasini qadriga yetmaydi. Juda ko'p bolalar ota-onasi hayotli paytida, tirikligida qadriga yetib, ularning xizmatligini qilib qolishlik kerak edi. Kechqurunlar ishdan kelayotganimda o'zi odamlar qarayman. Onamlarning uylarining chirog'i yo'q bo'lib turardi. Qarab kelayotganimda ishdan. Onamni uyg'onmasmidi qarab qo'yardim. Shu lola salonida ishlab yurgan paytimda, ishdan kech kelayotgan paytimda otamni cho'g'im ustiga oshlanib qo'yib isitib turardilar. Otam bo'lganlaridan keyin Alloh alam bir 3 kun 4 kundan keyin hamma tarqab ketadi-yu. O'sha tarqab ketgandan keyin hamma ketadi, uyda hech kim qolmaydi. Ana o'shanda ishdan keldim, qarasam ovqat isitilmayapti. O'shanda bilganman-da. Sirazi 3 kun 4 kunning o'zida bilganman. Otam yo'qotib qo'yganim. Hamma ana qiladi-yu, to'g'ri. Qabrga qo'yayotganda yo'qotganini biladi. Hamma aytadi. Lekin
o'sha fotoxallik bo'ladi, 3 kun ta'ziyali bo'ladi, baribir yoningizda qadrdonlaringiz bo'ladi, jigarlar bo'ladi. Lekin haqiqiy yo'qotganingizni his qilishingizni o'shalar ketgandan keyin his qilasiz. Shunaqa narsa-da. Men ba'zi bir bolalarni bilaman. Chet elda ishlaydi. Chet elda ishlaydida o'tdan pul yuboradi ota-onasiga, akasiga, ukasiga aytadiki, aka sanatoriyga yotqizing deydi. Adamlarni, oyimlarni kurortga yuboring. Meni dam olish maskaniga yuboring. Mamki yuboring, butga yuboring. Xaladinliklarni to'ldirib qo'ying. Deb pul yuboradi. Shu bolalarga malada shu bolalar deyman. O'zi yonida bo'la olmasa ham ota-onasini yo'q joydan bo'lsa ham xizmatini qilyapti-da. To'g'ri, endi hammaning qo'lida bor-yo'q imkon darajasi har xil-ku. Qo'lida puli yo'q odamlar ham yonlarida bo'lib, onasini masalan duosini olib, yonlarida xizmatlarni qilib, suhbatlarni olib qolsin-da yoshlar. Shirin gapi bilan. Kimdir pul bilan xizmat qiladi, kimdir xizmati bilan qiladi, kimdir shirin so'zi bilan xizmat qiladi. Xotiningni rozi qil degan videolar ko'p chiqadi-da. Xotiningga pul ber. Men aytaman-da. Baraka topqir, ota-onangga pul ber. Ota-onangga bergan, ota-onangni puling tursa, barakani ko'rasan. Keyin videoda nima deydi? Xotiningni rozi qilsang deydi, baraka bo'ladi deydi. Keyin men o'zimcha aytdim-da, ichimda o'tkazdim-da, ichimda. Xalqimizda xotin rozi, xudo rozi degan gap yo'q. To'g'risi-da. Ota-ona rozi, xudo rozi degan gap bor. Xotinga ham qilasan, qilmaysan emas. Xotiningni ham berasan, xotiningni ham rozi, lekin birinchi o'rinda baribir ota-onangni roziligini qil. Ana o'sha bolalar haqiqatan ko'karadi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham ko'karadi shu bola. Xotiningga pul bersang baraka bo'ladi, duochilarni aytaman-da. Baraka shunaqa narsa ekanki, nima desam bo'ladi? Doimiy ravishda bitta ne'matni bardavom kelib turishligida Allohga shukr qilaman. Bu endi maqtanish uchun aytmayapman. Alloh asrasin maqtanish deyman. Xudoga shukr qilaman. Masalan, 34 yildan beri mana shu sartaroshchilik sohasida ishlayotgan bo'lsam, haligacha o'zingiz bilasiz, mijozlarim ko'p. Bu meni yaxshi olganimdan emas. Men ham o'zimni ham zo'r master deb hisoblamayman. Hamma bilan bir xilman. Allohga shukr qilaman. Masalan, to'g'ri, onamlar masalan zo'r sharoitli qilib bera olmagandirman. Masalan, zo'r joylarda masalan dam oltira olmagandirman. Xudoga shukr qilaman. Mana shu otamlarni, onamlarni, o'shalarini qisman bo'lsa ham duoligini olib qolganmanmi deyman. Allohimga behisob shukr. Haligacha mana klientlarim ko'p-da. Mana o'chitli yozib kelishadi. O'zim aytaman, Allohimga shukr deyman. Shunaqa baraka berib qo'yganiga deyman. Nimaga buni birinchi sababini men o'zim faqat shu odamlar bilan onamlarga nisbatan qisman bo'lsa ham nimadir yaxshiliklar qilib qo'yganim bo'lsa kerak. O'shundan deb o'ylayman-da. Endi hayotni ko'p ko'raman-da. Yosh bolalar ham keladi-da. Yosh bolalar ham keladi-da. Ota-onasini u yoqqa, bu yoqqa olib borib keladi, havosim keladi. Ba'zi bir bolalar ham keladi. Umuman faqat dardi pul topish, dardi qizlar bilan yurish, dardi o'sha diskotekaga borishmi, dardi ashratmi, mana shunaqa narsalarda. O'shaning uchun yosh bo'lsa ham masalan ota-onasini xizmatida yurgan bolalarni ko'rsam xursand bo'laman, havosim keladi. Ilohim bizani farzandlarimiz ham shunaqa bo'lsin. Shunaqa sizni ham jamiki o'zbek xalqi hamma farzandlari shunaqa farzandlar bo'lib chiqsin deb niyat qilaman-da.
O'shanda baraka ham bo'ladi. Yurtimiz rivojlanadi. Ko'p kelasiz, qanchada kelasiz? Tez kelaman. Hech kimga bildirmasdan o'zim kelib ziyorat qilaman. Ishga o'tib ketaman ko'pincha. Unda chiqib ketaman, unda kirib chiqib ketaman. Asosan ertalab vaqtli chiqib ketaman. Ishga ketishdan oldin shunda kiraman. Ishga ketishdan oldin unda kiraman, ziyorat qilaman, ketaman. Endi bir xilda masalan juma kuni keladi. Har juma namozidan keyin keladi. Endi men ko'proq bilasiz, klientim ko'p bo'lgani uchun iloji boricha vaqtli kelib ketaman-da. Vaqtli, men bunaqa paytda hech kim bo'lmaydi. Ta'nam sal anaqildi-ku. Masalan, bunaqa paytda hech kim bo'lmaydi. Shunda kelaman, o'qib ketaman. Hozir mana bu yerda amakim o'tganlariga deyarli 30 yil bo'libdi. Bir yildan 29 yil bo'lgan, 30 yil. Siz shu paytlarda 20 yosh bo'lib ekansiz. Shunaqa bo'laman. Endi hayot uchun o'tgan. O'sha mana endi mana o'sha narsadan nimaga hozir aytdim-ku, yosh bolalar ota-onasini qadriga yetib xizmatini qilib qolsin. Adamlarga xizmat qila olmay qolganman. Endi masalan klientlarim sekin ko'payib, sekin yaxshi pul topishni boshladi. Anaqa qilgan paytimda o'sha men otamni yo'qotib bo'lgan edim. O'sha SSR paytida ham ota-onangga xizmat qilgin derdi. Ota-onangni hurmat qilgin derdi. O'sha dahriylar davrida ham ota-onangni xizmatini qil, ota-onangni hurmat qil, ota-onangga mehr ko'rsat degan bitta islom dinida emas, hamma dinlarda ham shunaqa. Hozirgi ateistlar. Ateist dinsizlik jamiyatida ham ota-onani o'shalar ham birinchi o'ringa qo'ygan. To'g'ri. Ko'rganmiz biz ham o'sha paytlarda. O'sha paytda ustozlarimiz ham, maktab ustozlari ham hammasi aytardi. Ota-onangga qil, ota-onang. O'shaning uchun xalqimizda bitta gap bor-ku. Kim hayotdan olmasa ta'lim, unga hech kim bo'la olmas muallim deydi. Hayotdan odam ibrat olib yashash kerak ekan, ta'lim olib yashash kerak ekan. O'sha hayotda ko'cha-kuyda ko'rganda, kimdadir ota-onasiga qanaqa xizmat qilayotganlarini ko'rganda, o'shandan ibrat olib yashash kerak ekan. Yonimga bitta bola keldi-da, gaplashib o'tirib, endi ukalarimiz o'shanda gaplashib o'tirganimda amakimlar bilan opaqimlar nechiga chiqishdi desam, 80 ga chiqishdi dedi. 80 ga chiqishdi degandan keyin men sekin unga aytib qo'ydim. Men qaradim. Ota-onangiz son mehnat qilib xizmat qilgan dedim. Masalan, ovqatlar turibdimi, ovqat ular chaynab yeyish olmaydi masalan. Tishligi butun emas. Yo'qmasa bilasiz, taqiladigan tish bor-ku, yasama tishlar. Shunaqa. Go'shtlarni butun solmagan. Shu go'shtlarni olsang, osh ustiga masalan osh kelsa, anaqa qilib maydalab ularga chochib bergan. Keyingiz baraka topsin, suv ovqatlar qilganda ovqatni anaqa qilib turardi, go'shtlarni maydalab qo'yib berardi. Osh ustiga maydalab chochib berardi. Oyimlar baraka topsin. O'shaning uchun nima desam bo'ladi? Ota-onani xizmatini qilish kerak ekanda. O'shanda el ko'karadi. Ya'ni bekor gap emas-da. Yomg'ir bilan yer ko'karadi, duo bilan el ko'karadi. To'g'risi-da. Ota-onani duosi bilan el ko'karadi. O'shalarning xizmatini qilish kerak. Alloh ham aytgan-ku, menga ibodat qilishing, ota-onangga yaxshilik qilish. Shunaqa. Shu ikkita narsani birinchi buyurgan amali shu. Menga ibodat qilgan va ota-onangga yaxshilik qilgan. Bu amr o'zida bu ota-onani qay darajadaligida? Ota-onani bu amr. Qarang, ota-onani qarang-da, mana amr bor-ku, aytayotdiki, menga itoat qilinglar, deyapti. Menga ibodat qilinglar, deyapti. Va ota-onanglarga yaxshilik qilinglar, deyapti. Allohga ibodat qilishlikni qarang-da. Allohga ibodat qilishlikni namoz o'qish bor o'tdi.
ro'za tutish bor o'tdi, zakot berish bor o'tdi, hajga borish bor o'tdi, to'g'rimi? Farzlar. Alloh taolo farz qilgan amallarida, tushunasizmi? O'sha hammasini qarang, darajasini ota-onaga yaxshilik qilish darajasi bilan ota-onaga yaxshilik qilish darajasini o'shalar bilan baravar qo'yib qo'ydi. Endi yana bitta narsa bor, mana Qur'oni Karimda namoz o'qinglar deydi Alloh taolo. Namozni qoyim qilinglar deydi. Namozni bir kunda necha mahal o'qishligimiz, yo bo'lmasa qaysi namoz necha rakatdanligi, qanaqa o'qishligi Alloh taolo Qur'onda o'rgatmagan uni. Lekin ota-onaga yaxshilik qilishni Alloh taolo Qur'onda o'zi o'rgatgan. O'zi o'rgatgan. Ota-onalarning huzurida qo'pol gapirmanglar deydi. Ularga shirin so'z bilan muloqotda bo'linglar deb turib. Agar ota-ona rozi bo'lmasa, qilgan hamma narsasi qabul bo'lmaydi. Qancha ibodat qilishlari bormi, qancha anaqalar sadaqalari bormi, hajga borib kelgan bo'lmaydimi? Qabul bo'lmaydi. Mana tarixda o'sha Alqama roziyallohu anhu bilan bo'lgan hayot hamma biladi hozir. Onalari hayot bo'lgan, otalari vahli o'tib ketgan. Uylangandan keyin xotiniga yaxshilik qilib, onasiga yaxshilik qilmagan. Ko'rasizmi? Hamma narsani jihodda qatnashgan, namozga polvon, sadaqaga kelganda qo'li ochuv, lekin onasini rozi qilmagan. O'sha ayolini rozi qilishlikka o'tgan. Ayolini rozi qilishlikka harakat qilgan. Lekin oxiri nafasi anaqasiga kelganda, tili kalimaga kelmay turganda ayoli kelib aytdi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga: "Ya Rasululloh, Alqamani tili kalimaga kelmayapti" deganda, Hazrati Bilolga borib xabar oling degan. Hazrati Bilol borib anaqa qilsalar, haqiqatan tili kalimaga kelmayapti. Ota-onasi hayotmi? Otasi ancha bo'lgan-ku, onasi hayotmi? Onasini chaqirtirib, Alqama qanday yigit desalar, namozga polvon, jihodga qatnashganini bilasiz. Sadaqa shunaqa qancha amalsi sizgacha deganlar. Men farzandimdan norizoman degan. Ko'ryapsiz? Hech qaysi qabul bo'lmay turganda, o'shanda rozi bo'ling desalar, yo'q degan. Yani bu tarix hamma ko'pchilik eshitgan-ku. Oxirida men roziman deganlaridan keyin Alqamani kuydirmanglar, men roziman, oxiratda kuymasin deganlaridan keyin onalari keyin Hazrati Bilolga boring xabar olingchi deganlar. Borib shunda kirishlari bilan tili kalimaga kelib la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb olamdan o'tdi. Qancha yoshingiz katta bo'lsa, shuncha tushunib borar ekansiz. Yoshingiz katta bo'lgan sari bilib borar ekansiz. O'zingiz ota bo'lar ekansiz. Ayol kishi ona bo'ladi. Keyin tushunib borib, lekin u paytgacha ko'pchilik yo'qotib ham qo'yadi-da. Mana og'riq nimada? O'sha. Agar yoshlikdan xuddi uy fundamentini to'g'ri qursangiz, keyin g'ishlari ham tekis ketadi, bo'lmasa uy qiyshuv tushadi, buziladi. Yoshlikdan tushunchalar, tarbiyalar to'g'ri bo'lishi kerak. Shuna. O'shanda hayot to'g'ringizda ketib qoladi. Men o'zim ham mana hozir siz aytayotganingizga bitta misol. Shogirdlarimga boshida bu narsani yaxshi tushunmasdim, lekin keyingisida mana suhbatga ham shuni aytganman, kelganda bo'ldi ishlayman deganda, bo'pti, faqat uyga ketasan, o'ylab ko'rasan, ota-onangdan so'raysan, ota-onang ha desa, rozilik bildirsa, duosini olib kelsang, keyin olaman seni. Suhbat ham xuddi shunaqa. Buxorodan kelgan, oldimda o'tirib gaplashgan, javob olgan ha degan, faqat borasan, rozilikni olasan, ruxsat bersa, keyin kelsang olaman. Bu rozilikni olish uchun yana o'tirib ketgan. Keyin borgandan keyin ertasiga ham telefon qo'ydi. Bizga oyim siz bilan gaplashmoqchi edi. Keyin onasi olib, "Bekzod bo'ldi, o'g'lim sizga ishondim. Bemalol tarbiyaga qarang, o'zingizga o'xshab yursin.
baribir ota-onani duosi bilan boshlash boshqa narsada aka. ularni Bunga tez yuqadi, tez o'rnini topadi, baraka bo'ladi. ularni aytganini qilishlik katta narsa. Ularni aytganini qilishlik katta narsa. Mana hozir yaxshi. Sahobalardan keyin tobiinlar davri boshlangan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida yashagan Uvays Qaroniy. Uvays hamma biladi ularni ham. Valilar sultoni deb nomlashadi. Shu odam ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelmoqchi bo'lganlar. Onalari borasa, uyida bo'lsa ko'rasa, bo'lmasa orqaga qaytasan. Qarang, kelib Rasulullohning uylariga kesilib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'q ekanlar. Masjidda ekanlar. Masjidga bormaganlar. Izn bo'lmagan, ruxsat bo'lmagan. Otni qarang, onalarini gaplariga qaytib ketganlar. Keyin nima bo'ldi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlarini ridolarini vasiyat qilganlarki, o'sha meni ko'rmasdan iymon keltirib, shu Uvaysga olib borib beringlar deganlar. Qarang. O'sha ridoni keyin Hazrat Umar olib borib berganlar. Shunaqa bolalarni bilaman. Otasi, onasi hayotlik davrida aytib ketganda bitta narsani, "Men bunaqa o'g'lim mana ish qilmagan" degan gapni aytib ketgan. Ota-onasi o'tib ketgan. Men shu yoshga kelgan, men o'zim o'rtoqlarim orasida deb shu odamni ko'p o'rtoqlarim bilmayman. Shu bolalar mana ota-onasi o'tib ketgan bo'lsa ham, hozirgacha shu ota-onasi shu tiriklik mahallarda aytganlar shu ishni deb qilmaydi. Ota-onaga aytganlarini qilishim shunaqa bo'ladi. Ota-ona bo'lish shart emas. Ular aytganlari o'zi o'lgunicha aytadi. Bolalar shunaqa bolalar bor. O'qadi. Ana shu bolalarga qoyil qolaman, shu bolalarga. Ota-onasi yo'q bo'lsa ham aytganini shu tiriklik mahallarda aytganlaridek qilib yuraveradi. Uning uchun o'sha ota-onasi hali ham tirikdi. Tushunasizmi? Ota-onasi hali ham tirikdi. Siz ota-onangizni yo'qotganingizdan keyin nimalarni tushundingiz, nimalarni his qildingiz o'zi? Mana shu ancha period bor-da, ancha vaqt. Ko'p narsalar bo'ldi, hayotda to'y hashamlar ham bo'ladi, boshqalar, har xil kunlaringiz o'tdi. Qattiq mana shu o'q otib yuragingizga kirgan deysiz nuqtalar. Nima desam bo'ladi? Ota-onam o'lganlaridan keyin, mana birinchi otam o'lganlaridan keyin otam o'lgan paytlarda hali uylanmagan edim. O'sha paytda o'zida men o'sha tushunib yetgan edimki, o'sha paytda o'zida ota oilada eng katta ustunaga. O'sha paytda o'zida otani darajasi qanaqaligini o'sha paytda tushunib bo'lganman. Oiladagi mas'uliyat, har bitta narsa otani zimmasida katta bir yuk. Farzand tarbiyasi bo'ladimi, oiladagi mojaroli bo'ladimi, hamma narsa. Ro'zg'ordagi anu tuzdan tortib gugurtgacha hamma narsa otani zimmasiga yuklanadi. O'sha paytda o'zi tushungan edim. Onam nima o'lganlaridan keyin o'sha bu yoqqa ulg'ayganimni his qildim-da o'sha. Bizi bola edim. Ungacha o'yin kulgi qilib qilib yurardik. To'g'ri, ani hazil huzul, hozir ham hazil huzulda bo'ladi, lekin ichimda, men qalbimda o'sha yoshim katta bo'lganligi, xalqimizning o'zi, odamlarning o'zi ham biladi. Lekin o'shani his qilish otadan keladi. Bu yo'qotib qo'yish yomon-da. Mana masjidda nechta odam yotgan bo'lsa, oke, qabriston juda katta. Minglab odam bo'lish kerak bu-da. Nechidir minglab. Mana shu nechidir minglab odamlarning ichida qanchadir minglab ota-onalar bo'lsa, shularning bolalari bo'lsa, qancha qalblar hozir yetim. Qancha qalblar hozir yolg'iz. Qancha qalblarning ichida dardi bor. Lekin bu qabristondan tashqarida yurganlar ota-onasi bor-da. Ular hali bu dardni his qilmayapti. Lekin mana shu kecha aytganingizdek kirib ketgandan keyin bo'ldi jamolini. Bo'ldi.
mana shu turpon tagiga kirib ketdi-yu, bo'ldi. Endi shu bilan endi qiyomatda ham ko'radi, qiyomatda ko'rishamiz u bu deydi-ku. Alloh taolo qiyomatda bola otadan, ota bolalardan qochadi deydi. Ota o'ldi yo ona o'ldi ayrilig'i. To'g'ri, u ham ayrilig'imiz. Bilmayman, ayrilmas demayman, u ham ayriliq to qiyomatgacha. Haqiqiy ayriliq bittasi jannatga kirib ketsa, bittasi do'zaxga kirib ketsa, mana ayriliq. Yomon. Dahshat. O'ylash o'zi qo'rqinchli. Qo'rqinchli. O'ylash o'zi tasavvur qiling endi. O'ylash o'zi qo'rqinchli. Shu o'lim meni o'zimga ko'p ibrat beradi. Hatto mana shu qiyomatda savol javob bo'lganda aytilganki, Alloh bitta savol javob qiladi. Qolgan hamma kutadi, bitta savol javob qiladi. Nimanidir oshkor qiladi hammaga, nimanidir yashiradi hammadan. Mana shu hozirgi bolalar ko'chada har xil qadam bosib yuradi, har xil ish qiladi, ota-onasidan bekitadi. Misol ota-ona tarbiya beradi yoki jamiyat. Umuman hayotda yashaydigan ijtimoiy odoblar bor. Musulmonning odoblari bor. O'shanga rioya qilmagan holatda yashaydi. Lekin Xudo asrasin, Alloh o'shani oshkor qilsa, men tasavvur qilaman, o'sha Alloh savol javob qilib bitta o'zi turibdi, orqadan mahshar maydoni ham turibdi. Endi buni orqasida xuddi namozlarda turamiz, qator. Imom tursa, qolganlar tursa, tasavvur qiling, imom o'rnida farzand turibdi, orqada ota-onalar turibdi. Yoki aksincha. Ota-onalarimiz-ku bizani boqaman deb gunoh qilgan bo'lsa, Alloh kechirsin. Bu tabiiy. Odam hayotda tirikchilik qilaman deb qilib qo'yadi, bilasizmi? Lekin bola o'sha yerda tarbiya olgan, yuzi yorug' bo'lishi kerak. Ota-onaga eshittirib qo'ysa-chi o'sha payt. Shu qilgan yomon ishlarni ko'chada bolam, "Men seni bunaqa emas eding-ku" desa, ana o'sha yerda hamma umidli chippakka chiqsa, yashab turgan paytimizda gunoh ishlar qilsak, Alloh taolo ota-onalarimizga ko'rsatadiki, mana seni qoldirib ketgan farzanding qilayotgan ish. Mana seni farzandlaring gunoh ma'siyat qilyapti deb ularni ko'rsatadi. Boshqa ruhlarni oldida uyalib qoladi. Yaxshi amallar qilsak, xayrli amallar qilsak, savob amallarni qilsak, ota-onamizga o'tib ketganlardan keyin bir ularning nomidan bir yaxshiliklar qilib qolsak, ular ham ko'rsatiladi. Boshqa ruhlarning oldida xursand bo'lib, darajalari katta bo'layotganini, baland bo'layotganini ko'rib xursand bo'lishadi. Hayot bu teatr deydi-ku. To'g'rimi? Kimdir yaxshi rol o'ynaydi, kimdir yomon rol o'ynaydi. Ani katta teatrlarda uni rejissyorlar beradi, to'g'risida, ani rolda sen bu rolni ijro etasan, sen bu rolni ijro etasan. Lekin hayotda rollar bor-ku, yaxshi rol, yomon rollarni eng yomoni insonni o'zi tanlaydi. Yomon inson bo'lishni ham o'zi tanlaydi, yaxshi inson bo'lishni ham o'zi tanlaydi. Ota-onaga xizmat qilishlik rolini ham o'zi tanlaydi, qilmaslik rolini ham o'zi tanlaydi. Shunga qarab bu yo'q bo'veradi. Yosh bola video kamera uni syomka qiladi, katta bo'lganda o'ziga qo'yib beradi shuni. Hayot shunaqa. U odamni ko'rmaydi. Mana buni video kamera yozayotganiga ishonadi. Bolalar yozayotganiga ishonmaydi. Bolalar yozayotganiga xayoliga ham kelmaydi. Hayotda ota-onasini yashab o'tganini ko'rib, haqiqiy farzandga ota-ona kumer bo'ladi-da. Mani otam mamlaqa bo'lgan, mani onam mamlaqa bo'lganim, ota-onasi kumer bo'lish kerak-da. Hozirgilar bo'la oladi-da. Shunda ekan. Masalan, nima desam, otam haqiqiy erkak odamni narsani zo'riq bo'lgan. Otam u yo'q o'tib ketgandan keyin mani ota-onamdagi odam bo'lmagan bo'lsa kerak deb yursin. Shunaqa yashasin. Ota-onasini mani ota-onamdagi inson bo'lmagan bo'lsa kerak, mani ota-onamdan zo'ri bo'lmagan bo'lsa kerak deb yashasin. Shunaqa yashash kerak. Siz o'zingiz mana qatlarda ota-onangizdagi odam bo'lmagan deb qanaqa jihatlarni ko'paysiz? Otamlarning qo'llari ochiq bo'lgan, saxiy bo'lganlar. Men shuni yaxshi eslayman-da. Endi qolgan narsalarni aytmay qo'ya qolay deyapman-da. Ota-onamga ham anaqa bo'lib qolmasin, riyo bo'lib qolmasin. Oyingizda qanaqa
nasihat bu. Onamlar man o'zi o'lganlarini ham hamma aytardi. Opog'imda doim kulib turardilar deydi. O'zimiz yoki bo'lmasa sinfdoshlarim ham aytardi. Mana shu o'rtoq deydi. Ulug'bek degan o'rtog'im bor. Sinfdoshim Ulug'bek bir kuni aytibdi. Qudrat deydi. Qudratni onasi Qudratni urisharmikin deganman deydi. Shu Qudratni urisharmikin deb o'ylardim. Shu urushmagan bo'lsa kerak der. O'sha paytlarda. Yana bitta narsasi oldin uylarda anaqa obunonlar bo'lardi-yu. Magazindan obunonlar olib kelib qo'ysak, kastrolkada turardi-da. Ko'chada ketayotgan o'rtoqlarimiz bo'lsa, yo'q akamning o'rtoqlari bo'lsa, akalarimning o'rtoqlari bo'lsa, oyimlar shu kastrolkaga nonni olib qo'yaverardilar-da. Shu maktabdan kelayotgan bolalar kirib, nonni oynani ochib, kastrolkadan nonni ushatib, yeb ketaverishardi. Tushunyapsizmi? O'sha kelayotganni bolalarning kelishini bilardilar. Olib qo'yib qo'yardilar. Bolalar olib yeb o'yin kulgi qilib ketaverardi. Mana birga kelardik, mana maktabdan bolalar kirishardi, qahva qilib turib, nonni olib yeb, yana ketaverishardi. Oyimni shuni qilib qo'yardi o'sha paytda. Oddiy qo'lligi ochuvligini masalan. Tomani o'tgan ketgan uchun. Biz uni qila olmaymiz, rostdan qila olmaymiz. Menimcha hammada shunaqa bo'lsa kerak. Men ota-onamizdek bo'la olmasa kerak, lekin ota-onalarimiz aytishadi. Menimcha hammaning ota-onasi shunaqa bo'lsa kerak. Farzandim mendan zo'r bo'lsin dedi. Boshqa hech kim aytmaydi bu gapni. Hech kim aytmaydi. Kim birovni farzandi mendan zo'r bo'lsin deydi. Yo'q, lekin bitta ota-ona aytadi. Meni farzandim mendan zo'r bo'lsin, mendan zo'r bo'lsin deydi. Bitta ota-ona shunaqa deydi. Kim bo'lmasa, men masalan hayotimda qarang, hamma men undan yaxshi bo'lay, men undan zo'r bo'lay degan o'tishmaydi-da. Lekin bitta ota-ona o'tkazib farzandini o'zidan zo'r bo'lishini xohlaydi. Uyda ovqat suzsa ham unga go'shtliroq suzib beradi. Kiyim kechib olsa ham o'ziga 3-4 yil bitta kiyimni yursa ham, lekin bolasiga yilda bir marta, 2 marta kiyim oladi. O'zi betob bo'lsa ham, lekin bolasi kasal bo'lsa, o'shani birinchi olib boradi. Bu kichkina narsa. Endi siz hozir aytayotgan sanayotganingiz katta, uni hech kim baribir birovga ravo ko'rmaydi. Bu даже tug'ishgan aka-ukasiga ham, aka-ukasidan ham ko'ra farzandini o'ylaydi, hamma. Ana chimoli bor-ku, chimolilar ko'rsangiz hammasi bir xil yuradi. Bundoq kelib turib, bittasi bundoq yurib, bundoq yursa, hammasi keladi, bundoq yuradi. Ha? Shunaqa yuradi. Bu nimada ular taratar ekanda. O'sha katta anaqa chimolisi bundoq yurib, bundoq yursa, hammasi o'shanda yuradi. Agar o'sha izni bundoq ajratib qo'ysangiz boru, to o'sha hidni topib olib, qo'lingiz bilan bo'lib olsangiz, o'shani hidni topib yo'l topib olgunicha ancha vaqt o'tar ekanda. O'shalar anaqasida. Hayotda ham shunaqa narsa-da. Ota ayniqsa ota hayotdagi anaqasida olib qo'yilsa bor-ku, farzandlarning o'rtasida o'sha yo'lni topib olish uchun nima desam bo'ladi, ancha vaqt o'tadi. O'sha yo'lni topib olish uchun. Ota-onani anaqasini qilgan mehnatlarini, ota-onani ayniqsa otani qilgan ishlarini topib olish uchun ancha vaqt o'tadi. Chunki u chimoli shunaqa narsa-da, hali aytganimizdek hiddan biladi-yu, to'g'rimi? Insonlar o'sha ota-onani qilgan xizmatidan biladi-da uni. Uni qilgan mehnatlaridan biladi-da, u qilgan narsalaridan o'sha yo'ldan yuradi.
u to o'shani ajratib qo'ysa-chi, otani tiqqa olib qo'ysa, uni topib olish qiyin bo'ladi. U yo'lni topib olish qiyin bo'ladi. Yo'lini topolmaydi. Ha, shunaqa. Kichkina chumoli ham bir. Ko'ryapsizmi? O'sha chumoli ham ibratda. Qabristonda yotibdi, mana shuncha odamlar. Mana ko'ryapsizlar, qabr qazilyapti. Yonida mana qabristonning, o'sha qabr oldida ham qarang, bir nechta qabrlar bor. Qarang, shuncha odamlar bir-birini ko'ra olmasdan yotadi. Yonma-yon bo'lsa ham bir-biriga qaramasdan, bir-birini ko'ra olmasdan yotadi. Yotgan joyida jim yotadi. Endi hammaning holati har xil. Kimgadir yaxshi, kimgadir yomon. O'ziga oladi. Ha.